Assalomu alaykum. Kejg'or. Assalomu alaykum. Hurmatli bizning Kejg'or kanalining ko'ruvchilari. Omansizlarmi? Biz qaradala Tiko qatorga kelib qoldik tuganlar. Esi barin bası barin tartırız. 65 ming so'm so'rabdir o'sha Tikochi. Hozir bolalarni so'raymiz, oq tusda ekan. Yılı 96, объемda 8 ekan. Ko'ringizlar. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Yaxshilarmi? Sotamiz yaxshi. Ola turgan yeri qancha bo'ladi aka? 10 ming so'm beramiz 55 ta. Yaxshi. Motor qadar yaxshi. Lonjron stoykalar. Lan jasalgan lonjron. Jasalgan ha? Qaysi bu? Qaysi? Kejg'or aka. Lonjron jasalgan deydi. Qolgani bari yaxshi deydi. 10 ming kemitib beramiz deydi. Yaxshi. Bahası var. Tikolarda ko'rsatdik. Tak, tuğanlar. Tiko qatorida bir çök. Bahası var qana tikolarda ko'rsatdik. Hareket qilamiz. Qanday yeşi var, bahası var. Tikolarda ko'rsatamiz. Bu jaq tarafga o'taylikchi. 30 minglik tikolar var ekan tuğanlar. Bu Titan diskadagi oq tusdagi tikoni ko'rsatdik. Hozir sizlarga bolalarni bilib bermoqchimiz. Tak. Assalomu alaykum. Aka qanday? Sotamiz yaxshimi? Bo'ldi aka. Tasbala qo'ying, ha? Bos qancha ekan? Bosi. Ko'ringizlar. Keyingi tikoni ko'rsataylik. Mexanik ekan, bosini 150 ming so'rabdir. Jashil tusdagi tiko ekan. Tikolar shunday qimmat bo'ldi o'tganda. 150 ming so'm ekan. Son. Assalomu alaykum. Aka qanday? Sotamiz yaxshi. Bo'lish qancha bo'ladi aka? Bo'lishi 140 ming bo'ladi. 140 ming. Motor ходовой yaxshimi? Hamma. Отлично deydi. Motor ходовой полный zinq deydi tuğanlar. Yaxshi ekan. O'ta so'rim. Ko'ringizlarda 150 ming so'm so'rabdir. Yaxshi. O'shalar janida bir Tiko turadi tuğanlar. Titan diskolarni ekan, zimli bolondirda ekan. Batyanskiy nomeridan qatalgan Tiko. Mashina ko'rinib turadi, tozaligi o'ta yaxshi. Assalomu alaykum. Aka qanday? Sotamiz yaxshimi? Bos qancha ekan aka? 110 mingga. 110 ming ha? Yaxshi, almashuv bormi? Yo'q, almashuv yo'q. 95 ga berib turamiz hozir. 97-yil. Bor jo'g'i zim. Motor ходовой zim. Jasad turgan yeri yo'q. Yo'q, miniskada только benzin quydi. Yaxshi. 95 ga berib turib tuğanlar. Dağı kichine qo'sa berib beraman deydi. Yaxshi. Ko'ringizlarda. Motor jag'ini ko'rsatib qo'yib sizlarga. Bir qo'lda minilgan mashina. Bir qo'lda minilgan mashina deydi. Akkumulyator ko'rinib turadi. Jag'i yaxshi ekan akkumulyator. Motor jaqlari yaxshi. Polni konditsioner, polni generator, polni yaxshi ekan. Lonjron stoykalari toza ekan. Ko'ringizlarda ikki jag'atang lonjronlari toza ekan. Bari toza ekan. Nomeringizni aytib qo'yasizmi? 58 ming. 58 ming 00 00 12 12 23. 23 nomerni qilsak bo'ladi ekan. Mashina qayerda bo'ladi ekan? O'zlarida bo'ladi ekan tuğanlar. Ko'ringizlarda. Biz keyingi tikolarga o'tsak, qaradalla bir oq tusdagi tiko tuğanlar. Ko'ringizlarda. Hozir sizlarga bosini so'raymiz. Tak. Yılı 96, объемda 5-6 rasxot ekan. Esiden telefon nomerini ko'rib olingizlar. Жақсы байланышып çalasızlar. Hozir sizlarga bolalarni bilib bermoqchimiz. Tak, spoiler bor ekan, Tiko'ning o'ziniki. Yaxshi. Yaxshi ekan. Assalomu alaykum. Qanday? Jasoratingiz yaxshimi? 120 so'rabdir. Ayneklar isteklo foydalanib ekan, oldingi ekaniga. Qo'li turgan joyni aytingchi aka. Motor ходовой zinqmi? Bor jo'g'i zinq deydi tuğanlar, 105 ming deydi. Almashuv bor aka? Yo'q. Lonjron stoykalar qanday? Lonjron stoykalari toza deydi, jasalgan yeri yo'q deydi. Yaxshi. Daha bir qizil tikoni ko'rsataylik tuğanlar, Jalovskiy nomeridan qatalgan. Yılı 97, объемda 5-6 rasxot ekan tuğanlar. Esingen байланыш telefon nomerini ko'rib olingizlar. Yaxshi. Qizil tusdagi. Assalomu alaykum. Aka qanday? Jasoratingiz yaxshimi? Bos qancha ekan aka? Bosin 80 kim vardı? 80 mi? Basar qancha qildi? Bazar 68 bo'ldi. Berib edingiz. Shunday qilsa. Mashina qayerda bo'ladi endi? O'zganda bo'ladi. Mashina o'zganda bo'ladi ekan. Yaxshi. O'zingiz chaqingiz qancha bo'la turgani? 70 dan o'tsa beraman. 70 dan o'tsa berayotgan tuğanlar. Yaxshi.
кызыл түстөгү Тико. Спойлер бар экен. Так, тугандар, машина өзгөндө болот дейт. Биз кийинки Тиколорго өтө берсек. Тиколорду көрсөтө берейик. Катарда эле баасы бар, эси бар. Тиколорду көрсөтөбүз. Бул Тиконун эси деле жок. Кийинки Тиколорго өтө берсек, тугандар, жакшы. Так, тугандар, ачылып турган Тикону көрсөтөк. Жылы 97, объемный сес. 5-6 расход экен. Акалар Тиколо кимден экен? Сизден баба? Ачайын, мотор көрсөтүп коелук. Баары таза экен. Лонжерондор таза экен. Баасы канча экен ака? 110 130. Мотор ходой кандай? Мотор ходой жакшы дейт тугандар. Ички салонду көрүп коелук. Ички салондор таза экен тугандар. Эки алдыңкы стеклоподъемник деген жакшы. Көрүңүздөр, майтфондор иштейт. Өтө сонун. Машина жакшы. Дагы бир көк түстөгү Тикону көрсөтөт. Чын мен жыйынтыктайбыз тугандар. Ушул акыркы Тикобуз болсун. Спойлер бар экен. Тонировка жабыштырылган эмес. Машина таза. Ассаламу алейкум. Ака кандайсыздар? Жактарыңыз жакшыбы? Баасы канча экен экен? 100 миңдей. Базар канча кылды? Ар түрдүү болуп атат. Базар ар түрдүү болуп аткан. Жакшы. Тугандар, биздин кийинки видеолорду карап туруңуздар. Сиздерге жаккан машиналар чыгып калат.